Assalomu alaykum. Hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun 23-may 2026-yil. Biz o'sha kuzgi bug'doy dallarida turibmiz. Endi hozir biz aniq bu qaysi fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan ekanini bilmaymiz. Biroq bu yerda asosiy fermer xo'jaligi emas, aslida mana bu o'sha hozir respublikamizda juda ko'p fermerlar muammoga duch kelayotgan, mana bu yotib qolish bo'yicha gaplashmoqchimiz bu yerda. Mana hozir shunday qarasangiz, mana to'liq shu nima yotib qolgan joyni ko'rsak bo'ladi. Buni yotib qolishning asosiy sabablari nima? Yotib qolishning eng asosiy sabablaridan bittasi Botir aka, bu o'sha nimani ekish me'yorini ko'p qilish. O'sha ekish me'yori qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, yotib qolishga bu shunchalik moyil bo'ladi. Nimaga? Hozir men sizlarga buni oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana hozir ko'rsalaringiz mana nimada mana yotib qolganlarni ko'raylik mana. Bu yerda bitta nimadan bitta dondan bittasi chiqyapti va u to'liq nima qilmayapti, o'tirmayapti nimaga? Tuproqqa. Agar misol uchun agar bu yerda men bilishimcha bu 250-300 kilogramm atrofida sepganda bu yerda. Bu ekmagan sepgan deb aytyapman. Yana shunga e'tibor bering. Ekmagan sepgan. Chunki agar bu selka bilan agar bu yerda 160 kilogramm atrofida ekilganda edi, bu bitta nimani o'zidan, ildizni o'zidan ikkita, uchta poya chiqqanda ular mustahkam o'tirgan bo'lardi. Mustahkam o'tirgan. Bu yerda bitta dondan bittasi chiqyapti va shuning uchun ham bu yaxshi yerga o'rnashmayapti. Yaxshi o'rnashmaganligi uchun ham bu yotib qolyapti. Asosiy sababi mana shu. Ikkinchi sabablardan bittasi bu masalan aynan o'sha haligi nima turgan payti, suv turgan payti, shamol bo'lishi yoki o'sha payti yomg'irdan shamol bo'lishi, bu ham endi shu ta'sir qiladigan sabab. Uchinchisi bu o'sha nimani yotib qolishda mana nimani tagida bo'g'inlar bo'ladi. O'sha bo'g'inni agar bo'g'in agar nima shu bo'g'inlar teparoqda bo'ladigan bo'lsa, bu ham yotishga qolishga moyillik ko'rsatadi. Agar u shu bo'g'in orasi oz bo'ladigan bo'lsa, demak u yotib qolishga chidamli bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda biz mana ko'ryapmizki, mana bu nima birinchi bo'g'in mana buyog'i mana 5 santimetrda bo'lyapti. Bo'g'in bu yerda. Ana bu aslida 5 santimetrda bo'lish degani bu yotib qolishga chidamli nav degani. Bu o'zi asli. Biroq boyagi ekish me'yorini shu ko'tarilgani buni yotib qolishga majbur qildi. Botir aka, sizda qanday fikrlar bor mana shu bo'yicha? Endi haqiqatan ham ekish normasi juda ham baland bizda. Buni kamaytirish bo'yicha ishlar olib borish kerak. Mana yaqinda bir xalqaro bir jurnalga maqola topshirganmiz. Shunda 200 kilogramm ekish normasi deb turib maqolani yozganimizda ekspertlar tomonidan juda qat'iy e'tirozlar bo'ldi. Lekin baribir biz o'sha tajriba xo'jaligida o'sha me'yorda ekkanmiz. Shunday deb mana qildik, lekin juda qattiq e'tirozlar bo'ldi. Albatta dunyo tajribasini o'rganishimiz kerak va eng kerak joylarni bizga olishimiz kerak. Albatta bu ekish normasini birmuncha qisqartirish ham katta iqtisodiy bir samaradorlikka olib keladi. Chunki 1 million gektarga yaqin ko'proq joyda bug'doy yetishtirilyapti. Bug'doy ekiladi. Agar masalan 1 million gektarga deydigan bo'lsak, o'sha 1 million gektarimizga 250-300 ming tonna bug'doy ketadi. Ya'ni urug' ketadi. Agar biz o'sha me'yorni 160 ga tushiradigan bo'lsak, demak bilingki 100 ming tonna boyagi nimani urug'ni biz iqtisod qilib qo'ygan bo'lamiz. Mana shu tomoniga. Ana shuning uchun mana 100 ming tonna u kichik narsa emas. Bu hammasi mana bu fermerning nimasi cho'ntagidan ketayotgan pul. Boyagi urug'ni sochyapti-da. Agar ekkanda edi, mana bunaqa muammolar bo'lmasdi. Mana endi hozir mana shu yerdan qancha olish mumkin. Lekin
Boshoqni bunday ko'ryapsiz-da, boshoq bo'ladi, yaxshi. yaxshi, qo'llari bor. Zo'r turibdi-da boshoq. Boshoq mana shunday zo'r bo'lganligi uchun ham bu og'irlik qilyapti. Keyin tuproqqa yaxshi mustahkam bo'lmaganligi uchun nima qilyapti? Bu yotib qolyapti. Shuning uchun ham biz shu fermerlarga tavsiya qilamiz, shu iloji boricha 160 kilogramm atrofida ekadigan bo'lsa, 160 kilogramm bu 4 million degan. 4 million dona degan 1 gektariga. Bu 1 metr kvadratga 400 dona degan. Endi agar shularni har bittasi bittadan boshoq chiqaradigan bo'lsa, demak 4 tonna. Agar ikkitadan chiqaradigan bo'lsa 8 tonna. Agar 2,5 tadan chiqaradigan bo'lsa 10 tonna. Mana 10 tonna hosil olishga harakat qilyapmiz deb aytilyapti. 4 million dona unuvchan urug' bilan ham biz bemalol o'sha 10 tonnani olishimiz mumkin. Shuning uchun ham biz ko'proq nima deydi? Miqdorga emas, sifatga qarab harakat qilishimiz kerak. Yaxshi sifatdagi urug'larni ekadigan bo'lsak, aytilgan darajadagi nimaga natijalarga erishgan bo'lamiz. Mana hozir men berdimda, mana qarang, mana shunday. Bu nima degani? Mana bu isrofgarchilik. Isrofgarchilikda mana bug'doydan keyin ekilgan ekan. Mana bug'doy nimalar turibdi mana bu yerda. Paxtadan keyin ekilgan. Uzr, paxtadan keyin ekilgan ekan. Mana paxtani qoyalari turibdi. Paxtadan keyin ekilgan bug'doy. Mana shu biz endi ataylab bu yerda nomini ham boshqasini ham aytishimiz kelmayapti. Nimaga deganda biz fermerga asosan agrotexnik tadbir qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatyapmiz. Agar agrotexnik tadbirni biz to'g'ri qo'llamasak, mana to'liq mana shunday, mana bitta joy shunchalik darajada yotib qolgan va bular ertaga kasalliklarni chiqarib keladi-da. Kasalliklarni chiqaradi. Chunki yotib qoldimi ponglaydi. Ponglash degani bog'or. Bu bog'or bo'ldi degani zamburug'lar. Zamburug'lar bo'ldi degani kasallik. Keyin chiritadi buni, qo'yani chiritadi. Bular hammasi hosilni pasayishiga olib keladi. Shuning uchun bizlarga ijtimoiy tarmoqda kuzatishda davom eting. Biz yana boshqa videolarda, Botir, Albatta. shu haligi berishda davom etamiz. Barchaga katta rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldimi?